payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytgan ekanlarki, Rajab oyi Allohning oyi. Sha'bon oyi bu meni oyim. Ramazon oyi ummatimning oyi deb bashorat bergan ekanlar. Qachon Rajab oyiga, Sha'bon oyiga yetadigan bo'lsalar, Yaratganning dargohiga duo qilar ekanlarki, Parvardigor, bizni Rajab va Sha'bonga yetkizding. 11 oyning sultoni bo'lgan Ramazon oylariga ham sog' salomat yetishni nasib etgin. Menga ham ummatimga ham bu oylarni o'zing muborak qilgin degan mazmunda duo qilar ekanlar. Endi ko'pinglar eshityapsizlar Rajab oyi degan gapni. Rajab oyining fazilatlari to'g'risida, bu oyda bo'ladigan nofila ibodatlar to'g'risida ko'p gaplarni eshityapsizlar, lekin kitobdagi asosli gaplardan ko'pimiz bexabarmiz. Rajab degan so'zni arab tilidagi lug'aviy ma'nosi tajrib degan so'zdan olingan bo'lib, ta'zim ma'nosini anglatadi. Ta'zim bu Allohning o'ziga bo'ladigan ta'zim. Endi Rajab oyida qanaqangi fazilatli kunlar bor? Rajab oyida qanaqangi fazilatli kechalar bor? Rajab oyida ikkita ulug' kecha bor. Ulug' fazilatli kunlardan ikkitasini kitoblarimizda zikr qilishgan. Shulardan birinchisi Rag'oyib kechasi, Rajab oyining birinchi jumasi. Ya'ni bu Rag'oyib kechasida nima bo'lgan? Rag'oyib kechasining tarixi nimadan iborat? Rag'oyib kechasida Hazrati Omina onamiz oxiri zamon payg'ambari, jami payg'ambarlarning xatmi kunandasi, payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga homila topgan kechalari Rajab oyining birinchi juma kechalari ekan. Buni Rag'oyib kechasi deyiladi. Kechalari qoyimlikda Allohdan iltijolar qilib, duolar qilib bu kechani o'tkazgan odamlar bo'ldi. Endi ikkinchi kecha, u Rajab oyining 27-kechalari Me'roj kechasi. Me'roj kechasi, Me'roj degan so'zni lug'atdagi ma'nosi yuksakka chiqishlik, ko'kka ko'tarilishlik.